Bu tayyor bo'lgan to'shama. Bu to'shamasi shunday bo'ladi. Mana bu hozir regel bilmaydiganlar uchun ko'rsatib olyapman. So'raganlar bo'lgan. Shunaqa bu to'qiladi, keyin to'shama o'sha ko'rsatganimdek mana yerda bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday to'shama bo'ladi. Ishlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa YouTube'ga joylayman hozir shuni. Yozaverasizlar. Ish hali ko'p. Ishchi kerak hali. Mana bu yonda ham zdaniya bor, bizga tegishli. Mana shu buni ham betonni quyilsa bo'ldi. Tamal tayyor. Betonga chay. 3,5 ming kub ketadi deydi. Mana. Mana shunday bo'ladi akalar. Mana shu yerda shunday ish, to'qilish nimalari bilmaydiganlar uchun ko'rsatib o'taman bo'lmasa. Mana bunday to'qilaveradi regellar. Prosta bog'atsa ham bo'ladi. Lekin bunda gap eshitadi. Mana bunday bog'atsa normalroq qoladi deydi brigadirlar, shunday deydi. Qaraychi nima bo'lganda ham. Qolganini kelsangizlar tushunib olaverasizlar. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Odam ishlagan, boshqalar ham ishlayveradi. Oylik masalasiga keladigan bo'lsak, oyligi vaqtida beradi. Aytgancha. Yotoqxonamiz ham shu yerda. Tekin besplatni. Yeb ichar 3 mahal ovqat, issiq sovuq suv deganlardek. Obedda yarim soat, hozir qish bo'lgani uchun dam. Yozda 1 soat bo'ladi. Mana shu ko'rib turganlaringiz dushxona, vani, hojatxona kerakchi. Mana bu derazasi turganlar yotoqxona. Mana shu tagida bizlar yotoqlaydigan joyimiz. Mana shu sharoit bor. Oyligi yaxshi. Dokument degan bo'lsangizlar, men 2 yildan beri bu yerda yuribman, hech qanday dokument, umuman dokument nima qilganim yo'qman. Ko'chaga ham chiqavermaymiz. Bo'lmasam dokument bo'lmagani uchun deport qilish mumkin. Agar dokument qildirsangizlar ham bo'ladi, xohishlaringiz. Men lekin qildirmaganman. Keragi yo'q deb. Chunki ko'chaga deb aylanib chiqib kelavermayman. Yotoqxona, ishxona hammasi shu yerda. Mana bu lift. Mana yerda suv. Qarzga beradi, gaz qo'yaveradi, oylikda to'layverasiz. Do'konchasi bor. Bular shunaqa gaplar. Men tushuntirib bilganimcha aytib beraman. Endi shuni. Manzil Chechenistonda. Poytaxtda. Mana. Soati. 2,5 gaz qoldi. Hozir yarim soatdan keyin hamma keladi. Bu videoni olay deb chiqib olyapman. Kommentga keyin bir nimalar deb yozib tashlash shart emas. Prosta video oldim. Montaj qilmayman, shunday joylayman. Montajsiz joylayman. Ishqilib yoqsa shu. Yoqmasa ham shu bor menda. Bo'lgani shu. Savolingiz bo'lsa yozinglar. Ishlamoqchi bo'lsangizlar, yangi yildan keyin kelaman desangizlar, kelsangizlar ham bo'ladi. 100 odamgacha joy bor. 100 odamgacha joy bor. Adashmasam. Ya 50 ta'mirlama ish qilib joy bor. Oyligi yaxshi. Akkord beradi. Akkordni bitirasiz, erta bitirsangiz hech kim demaydi. Borib dam olsangiz ham bo'laveradi. Ham missa yozadi. Nechadir soat u brigadirlar biladi. Oyligi ish qilib normallik qilib chiqarib beradi. Xohlasangizlar kelingizlar. Mana shu. Xavfsizlik darajasiga keladigan bo'lsak, o'zingizga urovni bo'lsangiz yana ham yaxshi. Chetda yurganda remen taqib yurasiz. Chetda. To'shamada ishlagan paytda chetda yurish kerak. Bamberlarda yurish kerak bo'ladi. Chunki bu yoqda pilon yo'q, yo parda yo'q. Pilon bu yoqda hech nima yo'q. Shuning uchun opasniy bo'ladi.
Ehtiyot bo'lib ishlasa bo'ladi. Xudoga shukr. 2 yildan beri men shu yerdaman, ishlab yuribman. Shunaqa gaplar. Normal. Bu yerdan kelganimdan beri Mercedes, BMW'lar ko'p. O'zbekistonda Chevrolet ko'p. Bu yerda Mercedes ko'p. BMW, Mercedes, Toyota'mi? Mercedes, Toyota yarışma başlar. Mana yana BMW. Bu adam Mercedes. Qo'yilman. Xullas shunaqa gaplar. Kelmoqchi bo'lsangizlar, kommentga yozsangizlar bo'ladi. WhatsApp nomer kerak desangizlar, WhatsApp nomerim bor. Hozir eslab olaylik. 988 906 84 45 WhatsApp nomerim. Rossiya nomeri. +7 dan boshlanadi. Bilmaganlar uchun. Mana shunday gaplar. Kelish niyatlaringiz bo'lmasa, hech bo'lmasa like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, hech bo'lmaganda. Sal bo'lsa ham nimada? Yaxshida. O'zimga xursand bo'lardim. Mana. Aytgancha, bayramlaringiz bilan, yangi yilingiz bilan hammangizni kirib kelayotgan. Marhamat.